Okey, mana ikkita mashina rostdan shunaqa narxga bitdimi? Men bularga yetaveraymi? Odamlar keyin to'polon tashlashmaydimi? Okey, videoni oxirigacha ko'ring. Ikkala mashinamizga qilingan ishlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Narxini esa videoni oxirida aytib o'tib ketamiz. Bunda qilgan ishlarimizni Labo mashinasidan boshlaymiz. Bu mashinamizga tent obshivka qilib berganmiz. Orqa eshiklarimiz pulni ruchka bilan bo'lgan. Ichlarini ko'rsanglar bo'ladi, obshivka. Himoyaga orqa bamper qo'yib berganmiz. Yon qismiga yashigimiz bor. Bemalol огнетушитель, domkrat. Hamma narsani solib yursanglar bo'ladi. Ochirib yopishlari zo'r. Xudo xolos uyaltirib qo'ymaydi. Hop, keyingi mashinamizda Kia bo'ladi. Bunga ham ko'rib turganinglardek yashik qo'yib berganmiz. Ichki tashqari qismi полностью alikabondan bo'lgan. Bu ham orqa eshiklari ruchkali, ichlari obshivka bo'lgan. Yon qismiga qo'shimcha eshik qo'yib berganmiz. Okey, bu mashinamiz